Eron matbuoti tarixda ilk bor O'zbekiston terma jamoasiga tan berib yubordi. Abduqodir Husanov, Abbos Fayzullayev va Eldor Shomurodovlarning kechagi o'yinidan keyin Eron matbuoti mana shunday so'zlarni yozishga majbur bo'lmoqda. O'zbekiston terma jamoasi legionerlari bilan tanishing. Ular bizdan o'tib ketdi, deb yozishga boshladi Eron nashrlari. O'zbeklarda hozirda 10 nafar legioner futbolchilar bor bo'lib, shulardan 7 tasi turli xil mamlakatlarda faoliyat olib bormoqda. Jumladan Eronda 3 ta, Rossiyada 2 ta, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Italiya, Angliya va Ozarbayjonda bittadan deb yozgan Eronning Futbol 360 nashri ham. Bundan tashqari Eron terma jamoasi jamoa sardori Alirizo Jahonbaxsh ham o'z terma jamoasi bollarini qattiq tanqid qilgan. Nega eronlik bolalarning hammasi Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va shunga o'xshash davlatlarda pul uchun yurishibdi? Biz faqat Yevropada o'ynashimiz kerak emasmi? Ularni qarang. Angliyada Husanov, Italiyada Shomurodov, Rossiyada Fayzullayev o'z jamoasining liderlariga aylanib bo'lyapti, dedi va bu so'zlarning qaysidir qismini Serdar Azmonga ham tekkizib oldi orada. Ma'lumot uchun Serdar Azmon Italiyaning Roma klubidan Birlashgan Arab Amirliklarining Shabab Al-Ahli klubiga ko'chib o'tgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Serdar Azmon Romadan ko'ra ko'proq Dubayda maosh olmoqda.